72% dunyoda tadbirkor muammosi bu yolg'izlik. Xo'p, do'stlari tushunmaydi, oilasi tushunmaydi. Kelib xodimlaridan dardlashsinmi? Taqlatib kelyapti. Panika boshlanadi. Dunyoda milliard abort qiladiganlarni 48 soat emas u. Ularda ham 24, ular ham uxlaydi, golf o'ynaydi, mafiya o'ynaydi, oilasi bilan o'tiradi. No, kompaniyani kapitalizatsiyasi 2 trillion dollar. Chunki u 6 ta odam boshqaradi, 60 ta emas. Bu 6 ta odam. 60 ta odam boshqaradi, bu 60 ta. 600 tani boshqaradi, bu 600 ta, 6000 tani boshqaradi. Azizlar, Resident loyihasida yana yangi mavzu. Biz Benfactor Business Club o'zini YouTube kanalini yana ommadan popularizatsiya qilish mavzusini maqsad qilib qo'ygandik. O'zimiz uchun Resident degan loyihada O'zbekistonda bugun klublar ko'p. Bir-biridan ko'p klublar soha rivojiga hissa qo'shyapti. Networking, klublar, sinergiya, ximizm mavzularini ochamiz, lekin haqiqatdan ham haqdor, haqli, Benfactor ham, boshqa klublar ham birdek tan oladigan birinchi klub, ismi birinchi bo'lib endi ochilgan bo'lsa, haqiqiy birinchi klub asoschilaridan biri bu Book Cafe klubi. Men o'ylaymanki, O'zbekistondagi klublar ichidagi eng birinchi bo'lib ochilgan klublardan. Uni основательlardan biri, eng asosiy tashabbuskorlardan biri Lazzaka Adhamov ham Book Cafe klubining asoschilaridan. Ham haqiqatdan ham bugun nomiga to'g'ri keladigan birinchi klub loyihasining asoschisi sifatida bugun ko'rsatuvimizni qahramoni sifatida chaqirdik. Lazzaka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Har doim aytaman, sizni yaxshi ko'raman. Lazzakamdan boshqa zo'ri meni ko'proq yaxshi ko'radilar desizlar, ishonmanglar. Lazzakamdan biz samimiy qalban yaxshi ko'rgan insonlar sifatida ko'ramiz, chunki Benfactor klubida ham har doim certified, deyarli eng ko'p spikerlar qatorida 12 ta safarimizda salkam 8 dan ziyod safarlarda birga bo'lganlar. Certified speaker, menimcha O'zbekistonda bularni hattoki magazincha g'aybilla ham yaxshi ko'radigan spikerlardan. Yo'q, yaxshi ko'rmaydigan. Yaxshi ko'rmasa ham, zato o'sha g'aybilla yaxshi ko'radiganni ham bor, yomon qaradim. Bugungi loyihamizni aslida ham asoschisi ham muallifi sifatida biz tashabbuskori bo'lyapmiz, lekin klubimizni CEOsi, partnyori E'zoz akam va klubimizdagi eng faol, biz uchun qadrdon, men qalbimga eng yaqin bo'lgan do'stlarimiz, rezidentlardan Sarvar akam birgalashib, sen beliga tepasan, men oyog'iga o'raman, klublar mavzusi haqida gaplashamiz. Lazzaka, klublar tendensiyasi, dinamikasi, kuzatuvlari qanaqa yo'llari bosib o'tyapti? Endi klublar boshlang'ich hozir bir chaqaloqlikdan bir sekin maktabga boradigan o'spiringa bo'lyapti. Chunki dunyoda klublarning tarixi taxminan 400 yil. 400 yillik klub bor Angliyada. Birinchi bu shu savdogarlar birlashgan gildiya bo'lib, o'zi dunyo tarixida million yillab juda bir struktur edi jamiyat. Mana podshoh bor, u faqat bolasiga hukumatni beradi, nevarasiga ketadi. Xalq bor va bir davlat strukturasi bor. Shunda 100 yillab aytaylik ziyoli bir gersog, baronlar bir 400-500 yil oldin tadbirkor klass paydo bo'lganda, biznesmen deylik, 300-400 yil oldin, ularni mensimasdi. Chunki men familiyam, men baronman, gersogman, hali nomi ulug', supasi quruq bo'lsa, men yerda bir savdogar boy bo'lsa, bu savdogarlarni mensimasdi, olib qo'yish mumkin edi yoki qizini bermasdi ham aytaylik. Shunda tadbirkorlar birlashishni boshladi. Quruvchilar alohida, ulardan keyin haqida masonlar chiqdi. Gollandiyada, Angliyada kemalarni xo'jayinlari yoki savdogarlar shunaqa bir gildiyalar paydo bo'ldi. Ana o'shandan keyin ular tadbirkorlar degan narsa chiqardi, ya'ni mas'uliyati cheklangan jamiyat degan juda katta ixtiro. Mana shu ularni
mas'uliyati cheklangan jamiyat bo'lganligi biznesga katta turtki berdi. Chunki biznes bankrot bo'lishi mumkin, lekin men faol yana biznes qilsam bo'ladi. Va shular birlashganda dunyoda birinchi bular bir o'ziga bir joy o'tirish uchun boshida bir kafenyada boshlashgan. Bu kafeda. Bu kafeda kofeda choy ixtiro qilgandan keyin, Angliyaga kirib kelgandan keyin bular o'tirardi. U yerda davlat emas yoki bir qanaqadir sulolalar emas, imon tadbirkorlar o'tirardi. Chunki tadbirkor uchun ma'lumot erkin almashish muhiti va ishonch muhiti kerak edi. O'sha yerda sug'urta kompaniyalar o'tirardi. Bittasi kelib aytadiki, falonchi joyda bir tsunami bo'ladi. Yoki unaqa bo'ladi desa, страховой kompaniya страховкani oshirish kerak joyda. Agarda noto'g'ri bo'lsa, bundan keyin haydab olish kerak. Ya'ni ma'lumot tez, internet yo'q-ku, Telegram yo'q. Qayerda tez ma'lumot almashsa bo'ladi. Mana shu birinchi shu klublar paydo bo'lgan, ular bir uy, bir joyda erkin любой moment kelib suhbat qilib, teng san familiyang kim, davlat mansab bormi yo'qmi, unga qaralmaydi. Ya'ni sen bu jamoaga, jamiyatga nima beradasan. Shundan birinchi klublar paydo bo'ldi va Angliyada shunaqa 400 yillik klublar bor. Ya'ni klub asoschilari shunaqa bir qoldirib ketgan, juda qiyin kirish yoqqa, chopiladigan mexanizmlari bilan klublar paydo bo'lgan. Asosan birinchi tadbirkorlar qilgan. Asta-sekin internet rivojlanib, kommunikatsiya boshqacha bo'lgandan keyin hozirgi klublar bular tashkilot sifatida, jamoa sifatida shakllanyapti. Bitta joy masalasida emas. Oldin klubga juda muhimida joy bo'lishi. U yerda shu gostinsiyaga o'xshagan lokatsiya. Ya'ni har doim bir Angliyada hozir ham lokatsiyaning oldida shunaqa bir uylar bor. Keyin Amerikani Angliya ochganligi shu tepadagi AQSh tomonini. U yerda ham именно Angliyada biznes va gildiyalar rivojlanganligi uchun, demokratiya bo'lganligi uchun Amerika, AQShda ham klublar rivojlangan. Lekin Ispaniya qirol bo'lib, u yerda hamma narsani qirol bo'lganligi uchun, u yerda Argentina, Meksika tomonlar, Braziliyalarda unaqa klublar yo'q. Madaniyat yo'q. Ya'ni Angliyaning madaniyati Amerikaga o'tgan va AQShda ham joyda oldida klubniy dama degan narsa bor. Klub uylar shaharda chetida asosiy bir klublar, u yerda ham shu 100-200 yillik klublarda yig'iladi. Mana Bill Gates xotini bilan ajrashib qolganda, siqilganidan u uyiga sig'masdan, uyi xotiniga o'tib ketganmi, o'sha klub a'zosi bo'lganiga boradigan joy bor, erkak kishiga. Ham dard, ham fikr yoki bitta xonani o'tda oladi-da. Nimada xotinim qaydada dedi-yu. Qisqajarib. Klubda yashagan, taxminan Bill Gates. O'xdi. Chunki tadbirkorga qanaqa muhim kerak? Mana masalan, ishxonada bitta muammoga duch keldi. Bu muammoni hali xodimlar bilan bu makroekonomik qanaqadir yoki qanaqadir bosim, endi bir narsa bo'lishi mumkin. Xodimlar bilan bo'lishsangiz, ular manipulyatsiya qiladi. Aytsa, kimga cho'kyaptimi deyishi mumkin. Ayol ota-onasiga siqiltirmaslik o'tda ham bo'lisha olmaysiz. To'g'rimi? Kimlar, konkurentlar bilan bo'lisha olmaysiz. Sizga bir muhit kerakki, ishonch muhiti, bemalol kimlardir maslahatlashib, taskin topib. Sen ham shundan o'tganmisan? Taskin topib, boshqa bir joy. Ya'ni klublar Angliyada va Amerikada bu bir maskan. Bu bir uy. Juda bir qimmat qilingan. Amerika kinolarida ham ko'rasizlar. Odamni taptini odam oladi deydi-yu, taptini oladigan, taskin topadigan joy. Вот. O'tda keyin yonida golf yoki axota unaqa nima bir
borishi mumkin yoki yana qanaqadir bir ichida mashg'ulotlar. SNGda klublar, bizneslar va internet va sotsial tarmoqlar tomonda bo'lganligi bu yerda virtual jamoalar paydo bo'lyapti. Bitta ham O'zbekistonda klubini joyi yo'q. Book Cafe klassический o'sha paytda hali birinchi bo'lganligi 14 yil oldin bu bir joydan boshlangan. 2012-yil. 2012-yil Book Cafega shu kafeniyada qilingan joy. Nomi ham boshqacha bo'lgan-ku klub bu paytda. Shu Book Cafe Book bo'lgan. Cafe biznes klub bo'lgan. Bu kafeda yig'ilish boshlagan uchun bu kafe ishliklar deb, bu kafeda yig'iluvchilar deb. Yaxshilarmi, bir boshchiroq Yo'q, bo'ladi. undan oldin yaxshilar oshga marhamat. formatida. Mana ko'p kelamiz O'zbekistonda ko'p klublari o'sha yaxshilar choyxona formati. O'zbekski mentalitet choyxona atrofida Choyxona yig'ilgan. atrofida. Intellektual biznes klub bu Book Cafe bir joydan boshlangan. Shu joyga keyin sig'masdan ko'payishgandan keyin boshqa bir Evolyutsiya bo'ldi. yana baribir bir joyda yig'ilyapmiz. Qolgan hamma klublar bular yo shaxs atrofida, ya'ni virtual bir g'oya, mavzu atrofida yig'iladigan, ya'ni bularda maskani yo'q. Virtual. Bugun bitta joyda, ikkinchi joyda, ya'ni klubni dom, klubni deganda bu Klub hauslar. O'zbekistonda bilasizmi, bir 20 yil oldin bitta shunaqa bir maskan ochildi. Tomda bo'lardi. Tomdan tashqari kartochka berilardi. O'sha paytda o'sha joyga faqat shu kartochka bilan kirish mumkin edi. Oyiga qanchadir to'laysiz, ichiga kofe, choy hamma narsa kiradi. O'shanda anaga nastolni shaxmat chashga qanaqadir o'yinlar qo'yib qo'yardi. O'zimdan bitta odam faqat olib kirish mumkin edi. Nimaga переговор qilasizda, hech kim xalaqit bermaydi. Kichkinagina xonachalar, stolchalar, kafeyniya qilib qo'yadi. Keyin o'sha paytda maxfiylik o'zi xavfli bo'lganligi uchun bu joyni tez yopib qo'yishdi. Qayerda aytib bering? Shaharda Shevchenko dedi menimcha. Nima shunaqa bir o'tirardik, bir barlarda odamda shunaqa kaliti bo'lsa, значит, bunaqa joyga masonlardan do'sti bor. Bu значит, anaqa bir jamiyatni bir oqsuyagi degan. Izbrending. Tadbirkorlar ichida. Endi keyin bular hammasi menimcha sal yana masonlar bizga kerakmi deb chopishgan bu narsani. Biz ham shu Book Cafeda maxfiy yig'ilganmiz, yopib qo'yib, hech kimni kiritmasdan dushanba kuni faqat birda ochilardi kafeyga. Chunki yopib biz ishlaymiz deb. Ana qaranglar, mana klublar ya'ni ikki xil bo'ladi. Maskan joyli va bir g'oya jamiyat nimani. Keyin Angliyada kafeyniyalar bo'lishi, anaqa misol ayollarga qolib sigara klublar paydo bo'ldi. Ya'ni ular keyin sigara, tamaki shu Kuba va anaqa nimalar ochilgandan keyin bular sigarniy klublar paydo bo'ldi. U yerda tadbirkorlar, endi yoqqa siyosatchilar, davlat odamlari ham kelib, ular shu geosiyosat, makroekonomik, jamiyatga xizmat qilish, bir o'z-o'ziga bir-biriga yordam berib, bir jamiyat qilish atrofida sigarniy klublar paydo bo'ldi. Yoki bular anaqa sharbat, vinni klublar, qimmat sharbatlar, qimmat sigaretlar. O'zbekistonda ham Toshkentda sigarniy klub bor. U yerga ko'pincha mana chet eldagi korporatsiyalarda vakillari, shu o'zimiz o'zbekistonliklar, lekin u yerda gaplashadigan til muhit ingliz tili asosan yoki rus tili bo'ladi. U yerda mana katta chet el korporatsiyalarida ishlaydigan yoki o'sha chet elda o'qigan, o'ziga xos qadriyatiga ega odamlar O'zbekistonda ham sigarniy klub yig'iladi. Sigara chekib, boshqa odam kira olmaydi. Yo'q, o'sha yerda chaksiz, ichsiz kirasiz. Men ichmaydigan Sen bepulga chaqirsang bormaymiz. Men chakishni ham bilmayman, o'lib qolaman anaga, asma bo'lib o'tdi. Lekin u yerda ular o'tda trening o'tkazilmaydi. Ular o'tirib gaplashadi, bemalol. Padusham. Chunki chet el korporatsiyalarida ishlaydigan madaniyat boshqacha baribir. Stress bo'ladi, charchaydi. Chiqadi, biz ham faktorga kelsa, u odam o'zini yo'qotib qo'yadi. Bu yerda diniy, qalbiy
boshqa bir masalalar, andisha bor. U o'zini nimasida emas, muhitda emas. Korporativniy muhitdan keyin mana shu dardlashish kerak. Ya'ni bu yerda tadbirkor hokimiyat bunaqa qilyapti, soliq bunaqa qilyapti yoki Abu Sahiy masalalar gaplashsa, u yerda unaqa emasda, u yerda boshqacha muhit. U yerda KPI, bonusирование nima bo'lyapti? Korporatsiyalar примерно bir xil dardlashadigan masala bir. O'sha Pricewaterhouse'dan, Deloitte'dan bir yig'ilishadi. Keyin klublar sekin-sekin bir jamoa qilib bir shunaqa kuchga ega bo'lyapti. Mana aytaylik YPO degan klub bor, Young President Organization. Mana shu klubda a'zolarining обороты qancha? Qayerda o'zi u klub? Dunyo bo'yicha hozir Amerikada eng maksimal miyizga kelgan summani ayting. Milliard. 9 milliard. Minimalniy оборот. Yo'q, 9 trillion. 9 trillion dollar bu YPO'ni a'zolarining обороты. Bu davlatlardan katta-da. 9 trillion. Boshqa bir klubda daromadi 250 anaqa aylanma ichidagi kassada turgan pul, ya'ni a'zolarini aylanmasi emas, ya'ni ular apshakka qo'yib aylantiradigan hani klubda kassasi bo'ladi-ku, 250 milliard. Ya'ni bu ham bir kuch. O'tga Young President Organization. Yangi tadbirkorlar keladi, hani o'zicha prezident va bularning ichida juda ko'p xalq ertaga siyosatga ham va iqtisodiyotga hissani qo'shadigan odamlar bor. Mana shu klublarning kuchi. Masonlarni gapirmaylik, bu qanaqadir bu ham bir klub. Qanaqa qilib bular chiqqan? Mana masonlar ham, chunki davlat va sulolalardan tashqari biza o'zimiz kelishadigan bir kuchli jamoa yarataylik deganda. Shu единомышленникlar, xinizm bor, kuch bor. Endi o'shalarni kelib biza ham O'zbekistonda shu hamjamiyat, qanaqadir doira yaratish masalasida mana bu kafe intellektualniy biznes klub. U yerda pul emas, kitob, intellekt, aql, saviya atrofida yig'iladi odamlar. Va shu qadriyatni kelib chiqib, odamlar bu kafedan tashqari keng masshtablashtirish uchun keyin M-faktor, milliard, millat umidi, yard, birinchi fikr yetakchilari har bir yana bir o'zini vetkalari jo'jalari chiqdi. Daraxtdan keyin yangi shoxlar va o'zini yana vetkalari. Yana shuni o'ziga xos qanaqadir o'zini bir g'oyasi atrofida klublar chiqyapti. Qaysidir klublar choyxona format, odamlar g'oya ustida emas, ovqat ustida yig'iladi, osh ustida. Nima повестка, nimani gaplashadi? 2-3 ta odam o'tirib olib anaqa qaysidir klublar shaxs atrofida u chiqib Ahmad Shivaljivalga o'xshab tong cholish kerak, hammasi eshitadi, chapech oladi. Восхищается. Давай deydi. Men klubga pul to'ladim-ku, o'yna deydi, davay. Davay, sakra deydi endi. Yo'qmabdi, safsata gaplar bo'lyapti, tinga qimmat deydi bittasi. Voy, men shunaqa insightlar oldim deydi uchinchisi. Bu klublarga odamlar bu narsani olgani boradi. Va bir kuzatuvim, misol bu kafega qancha yozishadi lichkamga. Ba'ziga bir Instagramda ko'rib qoldik, shunaqa insonlar yig'ilar ekan, qanday qilib boshlasa bo'ladi? Nima uchun? Bilik niyasi Nima uchun? Zo'r narsa olsa bo'ladi sizlardan. Biz shunaqa ko'p narsa olardik deydi. Maskiga savol beraman. Bizachi deyman. Bizachi, mana biz o'tiribmiz, men Zafar Hoshimov, Alisher Isayev, Hasan Mamasaidov, Hikmat Abdurahmonov, Umid Muhammedovlar o'tiribdi. Sen nima bizga berasan? Chunki oluvchilar ko'p-da jamiyatda, beruvchilar kam. Klubga nimaga biz boshlang'ichda o'zi klub, jamoa degan so'zga kelamiz. Klub bu birinchilar degani, ikkinchilar yo'q. Biz segalar. Ikkinchilar bor. Ikkinchilar yo'q.
Kishilar bor. Book kafeni xo'p, biz men Zafar aka bilan boshida asos qilgan bo'lsak, o'sha Murod aka, Nazarov, sizlar kimi klubi Book kafe? Shu jamoaniki. Единомышленниклар. Ha? Chopilish, голосование, mexanizm birgalikda. U palonchini klubi emas. Yo'q, demokratiya bor. Polniy demokratiya va shuning Reglamentlar. ustida qadriyat bor, ustav bor, ha? Shuning uchun barqaror 14 yildan beri uyatmasdan jamiyatga yetuk insonlarni yetishtirdi shu klub. Chunki qadriyati, niyati, g'oyasi to'g'ri. Maqsad bor. U yerda egoistik soqqa qilish, pul qilish emas. Ichimizda tadbirkor emas odamlar bor. Ha? Yoki hali jamoaga chiqmagan odamlar bor. Masalan, Ulug'bek aka, Qiyaziddinov hammamiz uchun ustoz, o'zimiz ham tushunmaymiz, chiqadi, gapiradi. Kosmos, osmon. Qolgan klublar hozircha shu yosh bola tug'ilganda nafsul ammora bo'ladi-ku, ber. Hamma narsani faqat bir narsa olaman deydi. Bir narsa beraman deb klubga kelmaydi hech kim. Bu kafe Beraman deganlarni beraman degan. qadri bor. Shuning uchun qadriyatli. Faqat olaman deganlar chopilib ketgan yerda. Yoki topolmagan. Sizni o'chirtingiz keldi. Davay chiq endi sahnaga. O'chirib keldi. Men chiqa olmayman. Chiqa olmasang 1-2 marta davay mutdan. Klublar ko'p. O'zingni klubingni qil. Va o'ta chiqish kerak bo'ladi. Mana shu yerda bir muammo boshqa hamma klublarda. Hammasi bir narsani olmoqchi. Networking, tanish bilish orttirmoqchi, bir narsasini sotish uchun. Manfaat. Shaxsiy manfaat turibdi-da, jamiyat, shu jamoa manfaati emas. Shuning uchun klublar, men o'ylayman, bular ko'plari hozircha shu yosh bola nafsul ammora bo'ladi, ya'ni bu faqat ber, keyin sal o'zini to'ygandan keyin u hali shuning uchun deyman, klublar nafsul mutmain bor-ku, yetishgan qalb, уже nima egoistik emas, xizmat qiladigan, hamma narsani yetishi bo'lgan, endi xizmat jamiyatga, atrof muhitga yaxshilik tarqataman, manfaat tarqataman degan klublarning vaqti bir kelish kerak kelajakda. Hali learn, earn, return deydigan fazada endi. Hozir paka, davay, pul to'layman. Yoki chet el safarga borib kelamiz, dam olish, qanaqadir. Shundan boshlanadi. Eshitaman, yoqmadi. Hali klub bir maskan atrofida, ya'ni bu meni ikkinchi uyim. Ishxonadan chiqib borib bir kimdandir teng men qadriyatda to'g'ri keladigan qiziqishlarimiz bir holatga boradigan joyi yo'q hali maskan. Balkim mana sentrista bo'lib qolar, bilmayman. Endi maqsad ham shu, niyat ham shu. Endi mana aeroportda vazifasini bajaraylik deyapmiz-da. Hamma aviakompaniyalar kelib qolib ketadi. Tadbirkorning ikkinchi uyi. Shu kofega kirib keldim, u yerda bitta student kelib selfie bilan aka rasmga tushib olaylik, men sizni muxlisizman. To'g'ri, yaxshi, bu приятно, lekin men bu yerda hozir o'tirmoqchiman, atrof muhitimda shunaqa kalibr. Bu kafega tushib kelsak, kalibr bir odam-ku, to'g'rimi? O'tdan keyin chiqamiz, qabul ba'zi chiqib hech uyga keta olmaymiz, yana o'tirib gaplashamiz. Chunki teng ko'r odamlar, ya'ni intellektual filtrdan o'tgan. Xuddi shunaqa bir maskan bo'lsa-ki, faqat palonchi dushanba kuni kutmasdan kelsam, o'sha yerda tanish chehralar, go'zal xulqi va o'zi bir niyati bilan hammasi insonlar o'tirib, o'sha yerda bir kofe, choy ichib, aka yaxshimisiz? Shetdamisiz? Hali место встречи изменить nельзя. Menda hozir klub house degan nom tug'ildi. Uni kecha tashlaydi tomda. Hamma klublar mana shu yerda topib olib. Yaxshi. Lekin jostki filtr bo'lish kerak. Kirishda shu haligi hamma masalalar bo'yicha. Ya'ni biz o'tiribmizda bir tariqat shayxida keldida, aytdi bittasi sigara chekib o'tiribdi. Vinoni aylantirib. Yo'q, bular ham bo'lish kerak. Chunki dunyo xilma-xillik, u ham tadbirkor.
bizani nima birlashtiradi? Ya'ni din emas-ku. Balkim u xristiandir, balkim u yahudiydir, buddistdir, balkim ateistdir. Lekin biznes tadbirkorlarda baribir tenglar birlashtiruvchi qadriyatlar bor. Qadriyat. Ya'ni sen jamiyatga hissa qo'shmoqchimisan, sen intellektualmisan, birovni ishiga bunaqa aralashmaysanmi, sen faqat egoistik masalasida kelmadingmi? Kelur, anaqa nima deydi? Davriga qo'shil. Welcome. Bizda o'rislar bor, bu Tolerantlik. Ha, til masalasi. Yaxshi fikr bo'ldi. Ya'ni certified klublarni prezidentlar uchun qilib qo'yilsa. Klub house hozir tomga chiqib kelib ketyapti bu gapdan. O'sha yerda hali birinchisin hali nimada Dalchetta bilan O'zbekonada letniy terrasa qilgan-u, yozda ochiladigan, qishda yopiladigan dahshat bo'ladi. Klublarni o'sha borib o'tiradigan joyi pastda event versiyasi. Mana hozir birinchi klub kompaniya vizit paytida klublari bo'li nima, ehtiyoji nima degan savollar olib beramiz-da. Ham behikmat emas. Kitoblar qo'yib qo'ysa, nimalardir bo'lsa, asaxiy qo'yib qo'ysa, u kitobini o'zi qo'yadi. Sotib olganiga ish qilasiz. Bularga o'xshab dotatsiya yo'qolsa ham roziman deb o'tirmaydi. U yerda mafiya Aka o'qing, yo'qsa sotib oling. cash flow o'yin anaqa Zo'r tema klub xona u yerda aytaylik. Podkast xona, tadbirkor keldi, anaqa Yaxshi zo'r ideya bo'ldi. Psixologlar yakkama-yakka Meeting roomlar. sokin joy. Ya'ni ko'rasiz kinodan kushetkada o'tiradi, psixologlar gaplashadi, u psixologga borasizmi, ya'ni bir maxfiy kirib ketadigan zonada ikkita divanni qo'yib qo'yib, ya'ni kapsul Rabotga bir soat qilib. uxlamoqchiman. Ya ishxonada uyga borsam qilolmaysiz. keladi, yaxshi ko'ramiz oilani, lekin energiyani olib qo'yish mumkin-da. Biz tadbirkor bo'lsak, ber. Ishxonada hammasi ber. Hatto olaman. Kim menga beradi? Kim menga beradi? Mana menga kimdir kelib biriga. Shunda az kapsulni anaqa bo'ladi. Dam oladi yaqinda. Bir soatga meditatsiya, yoga xonasi bo'lsin. Qo'shamiz hozir optionga. Bir Zo'r. Sen anaqada Center zikr Space'da, xonasi Center bo'lsin. Zone'da. Mana shunaqa bir market, mana lekin qaranglar, o'tda lekin kontent bo'lmasa, bu ubitga bo'ladi. Chunki Peterburg va Moskvada birinchi klublar boshlaganda ular copy paste qilib Angliyada, Amerikada uylar, ya'ni bir maskan atrofida qilib, shaharda o'rtasida bir arenda olib, remont qilib, mana shu joylar qilishgan. Kirvosiz atelye o'xshagan, haligi Dvoretskiy, ana yozilasiz, xonani bron qiladigan mexanizmlar, kofe, hamma narsa. Lekin содержимое, ya'ni nachinka bo'lmaganiga kontent просто kirib ketadigan bo'lganligiga o'xshamadi, uxladi, bitka bo'ldi. Chunki g'oya bo'lmadi. G'oya faqat birlashtirish emas-ku. Masalan, keladi, bittasi o'tib Bezosga qachon keladi, kelmaydi. Ya'ni kontent naполнение bo'lishi kerak qanaqadir u yerda. Muhim. Misol uchun mana sertifikat bir 10-15 ta klub bo'lsa, nomi chiqqanlar. Hammasi bari yig'ilyapti-ku bir hafta, misol uchun bir oyda necha marta, 2 marta yig'ilyapti hammasi. O'shanaqa bo'lib berilsa, ani misol uchun yeb ichishni qilib bersa, boshqa qilsa o'zini o'zi bemalol mana qoplab ketadi. Chunki mana Faqat o'shana uchastkalarga kira oladi keyin. Nima qiladi? Qidiradi. 3 ta 4 ta joy. Namozxona bo'lishi kerak. Qadriyatlar bo'yicha. Joy yo'q. Ya'ni yig'ilasiz, chunki qadriyat bo'yicha to'g'ri keladigan. Hammasi har xil joyda shu oshxona formatda yig'iladi. Lekin mana shu klublar yig'iladi, ovqatlanish uchun yig'ilmaydi-ku. Ma'naviy oziqlovchi. Lekin hammasi restoranda yig'iladi. Bizga atigi nima kerak? Ozgina Space kerak. Yengil tamaddi. Bir kosa. Kerak emas, ana rukola, salat, go'sht, steak, kofe, choy, pechenye, yaxshi bir. Sizlarmi yaxshilar bitta osh bilan bitta achish bilan necha yil yig'ildik. Oshga marhamat. Bitta osh, bitta achish, bitta tam vесенний salat. Shu bilan yig'iladi. Boshida bu kafe yig'ilganda faqat choy, kofe edi. Zavtrak ham yo'q edi unaqa. Keyin bir ikkita do'stlarim dedi, "Nishibro" dedi, odamlar uyalib ketdi. Keyin o'lichi baribir ana zakretli format bo'lgandan keyin qadri odamlar misol uchun uchrashuvni o'sha yerda belgilasa, ana misol uchun men o'sha anaqasiman-da, meni huquqim bor kirishga. O'zim bilan mehmon olib kirsam, hamma o deydi anu. Lekin klub house yaxshi nom. Klublar uchun Klubni kartada nima bor? Custom shimizni o'sha yerda химчистка, bunaqa dushovoy sistemada. unaqa
shu bo'yida mana qilib bitirib bizda ko'p narsalar mana saunada yig'ilib hal qilinadi, ertalab oshda hal qilinadi. Baribir jamiyat bir anaqasini ichida bo'ladi shu. Maskanlikka biz aytdik, qanaqa klublar bor? Hammasi virtual klub. Bir tayinli 14 yildan beri shu bitta joyda yig'iladi. Milliardta bitta joyi bor, dushanba kuni yig'iladigan. Shu Jahongir akani bir katta zali bor, yig'iladigan. Yana bir lekin Executive bor. Executive mana Centris'te. oldin bir faktorda. Lekin logistika hamma tomonlama shunaqa bir hamma ham kirmaydigan. Ya'ni klubda shunisida, ya'ni yopiqligi. Chunki hozir klub tadbiri ko'chadan odam adashib kirmaydi. Silver, пожалуйста, gold bo'lsa o'zingdan bitta ikkita переговорка bo'lishi mumkin. Gold bo'lsa, ya'ni silver kirmaydigan golddan bor, chunki shunaqa tadbirkorlar bor, biz shunaqa urovenda ular bu manmanlik emas. Haqiqatdan xalaqit bermasin boshqalar. Kalibr boshqacha bir o'zida anaqasi bor, ya'ni kiradigan joyi. Shunga bunga yetib boramiz endi. Ideya zo'r, Rossiyada ishlamagan, lekin O'zbekistonda ishlaydi, uyum bu narsa. Bilmaymiz. Lekin Angliya va Yevropa va Amerika hammasi bir maskanda atrofida. Shu opsional nimalar bor. Nimaga ishlamaydi? Misol ishlamagani ko'tarmaganda, to'g'rimi? Ular arendasini ko'tara olmagan. Ya nimada ham gap katta. Nima yo'q, kontent bo'lmagan. Kontent keyin qadriyatlar bo'yicha menimcha ko'plar yoqqa sotib olib, shaxsiy manfaat uchun kelganda, ziyoli klublar Angliyaniki bular jamiyatga bir aralashib, ertaga universitetlardan boshlanadi. Universitetlarda ham zakritay nimalari bor ichida. Tam unitlar, unionlar birlashtirishga. Keyin chiqishadi o'tdan, Etondan, o'tdan. Keyin mana shu klubga kirsa, o'tda sen nima qilsa qo'ya olasan jamiyatga degan asosiy masala. Bu hali jamiyat o'zi yetib kelish kerak bizga. Mana shu narsa. Endi mana yetib kelyapti. Qarasak, ehson ko'payyapti. Ehson ko'payib, baraka ko'payyapti jamiyatda. Ehson masalalari hozir qattim 4-5 yil oldin hech kim asodiqqa borib bu hech kim bormasdi ham. Anaqani hisoblash, zakotni hisoblash va hokazo. Hozir bu qanaqa bir populyar masala. Chunki hammasi bermoqchi. Mana O'zbekiston klublari paka hozir rivojlanayotgan mana. Ham evolyutsiya. Hop, klublar davrida evolyutsiyada dva shagnazatlarni ko'rdik. Nimalar o'zini oqladi, qaysi gipotezalar yedi, qaysi gipotezalar yemadi. Kuzatuvlaringiz ko'p-ku mana klublarni ko'rdik. Mana oshxona formatlar bo'ldi, yo'qoldi. Yana bir evolyutsiya moment vaqtga g'alamizlar klubga kirib nima deydi shu aldab pul olib ketish. Klubda qanaqa klubga kirasida ishonch bo'lyapti-ku. Keyin odam aytadi, bitta biznes g'oya pul tek deydi. Axir men bu klubdaman u. Odam o'ylaydi, bu odam tekshiruvdan o'tilgan. Mana bizda birinchi klubda tekshirish bo'ladi. Shaffoflik tomonidan biza налоговый nomerini olib, soliq orqali tekshiramiz. Hozir 6 sekund kirasiz, soliqdan hamma informatsiya olsa bo'ladi. Kompaniyaning oboroti haqida bu ochiq, shaffof ma'lumot. Yo'q, men Abu Sahida ishlayman, men faqat kechda ishlayman desa, birinchi klubga kirilmaydi bu odam. Biz qanaqasi tekshiramiz? Bu birinchidan qadriyat bo'yicha sen biznes egasi bo'lishing kerak. Buzuq odam. Bu jamiyatdan foydalanyapti. Lekin hech belgisi yo'q. U bahona mingta bo'lishi mumkin. Ayrim aboroti yarmi noshaffof bo'lishi mumkin. Lekin 50% shaffof bo'lsa ham kamida $300,000 yiliga soliq orqali biz tekshirdi, aboroti yo'qmi? Bo'ldi, bu odam bizdan emas. Bu kvalifikatsiya. Demak, mana haqiqatan bu kafe va birinchilar klubini misolda Lazzaka qanaqa odamlarni qanaqa chopish temasiga keldik, yaxshi tema bo'ldi. Boshqa klublar, kelajak yangi rivojlanmoqda ustoz san'atkorlar degandek, ustoz tadbirkorlar, ustoz klublarning asoschilari sifatida Lazzakani yangi klub ochganlarga, ochmoqchi bo'lganlarga, ochib bo'lganlarga mana shu bobidagi
due diligence'larni yana tashkil etaylik. Muhimligi va qandoq qilinayotgani. Birinchidan o'zi nimaga buni ochyapman degan savolga javob berish kerak. Pul qilish uchun yakka tadbirkor, ya'ni tashkilotlarda har xil turdagi ko'p klub emasda, bu aytaylik, golfga borganda odam golf o'ynab qimmat sport bo'lganligi uchun u yerda ichida bir student bo'lmaydi. Keyin golf bu 1 soatlik o'yin. 1 soat e'tiborni usha oladigan odamlar u yerda kiradi yoqqa. Misol kuryer, Yandex taksist golfga birinchidan Vaqti yo'q, puli yo'q. Keyin puli yo'q. Endi vaqti yo'q. 1 soat bemalol vaqti bor va 1 soat biror bir mavzuda e'tiborni, temani ushlab tura oladigan odamlar golf klub. Shuning uchun golf klub deydi. Golf klubda yig'iladi. Nimaga klub qilyapman? Pul qilmoqchi bo'lsang, firma och. Assotsiatsiya och. Mebel assotsiatsiya, Telegram gruppa qil, o'sha hamma mebelchilarni tiqib ol. Lekin meni fikrim bo'yicha, bilmayman, bu meni fikrim. Klub bu jamiyatga hissa qo'yish. Bu xizmat qiladigan joy. Men davlatga, hatto xalqqa, jamiyatga xizmat, biror bitta hissa qo'shish degan xizmat masalasi. Shuning uchun klub ochiladi. Klubda bir g'oyasi bo'lishi kerak. Nima biza? Xo'p, sudchilar assotsiatsiya qilsa bo'ladi. Shunda bir terminlarga to'g'ri kelaylik. Odamlarni yig'masini har xil turlari bor. Soobshstvo deydi, assotsiatsiya deydi, alyans deydi. Assotsiatsiya, firma, jamoa, tashkilot, uyushma va hokazo. Dachni anaqa bor. Yig'ildi. Keyin kvartiralar yig'iladi, bitta kooperativ, TSJlar bor. Menimcha klub masalasi jamoa degan so'z to'g'ri keladi. Tashkilot yoki anaqa. Nimaga jamoa? Jamoa deganda misol futbol terma jamoasi degan so'z keladi. Nimaga? Futbolda yutish bitta odamni zimmasidagi hissasida emas-da. Bu 11 ta odam birgalikda bularni maqsadi bir. Xo'p, samolyotga odamlar yig'ilganda ham ularda ham maqsadi bir. Samolyotga turibdi o'chiritda, Toshkentdan Istanbulga uchyapti. Hammasini maqsadi bir. Lekin bu jamoami yo'qmi? Yo'q, bu to'da. Maqsadi bu bo'lsa ham, joyadigan joyi bo'lsa ham. Nega? Chunki bu to'dani yarmi samolyotga chiqmasa ham uchib ketadi samolyot. Hech kimi bunga bir hissasi yo'q. Kech qoldingmi, unaqa kutmaymiz seni. Jamoada har bir odam muhim. Jamoada vratar, kapitan, komandi bo'lishi mumkin. Lider bo'lishi mumkin. Jamoada защитник, ya'ni gol urishi mumkin. Napadaющий, защитаga turib olishi mumkin. Bir-birini o'rnini bosa oladigan, lekin o'ziga xos kompetensiyaga ega va yutuq biz birga yutsak yutuq bo'ladi. Medalda kubok bitta bo'ladi. Har biriga medal berilmaydi u yerda. Mana shuning ustida bu jamoa degan so'z ishlatiladi. Toqqa chiqib ketdi 5 ta odam. Sizda o'tin, menda kislorod, sizda non, sizda suv. Biz to'g'ramiz chiqdik. Siz yo'lda men ketdim desak, hammamiz xavf ostida qolamiz. Yoki jinnilik qo'ziq bo'lsa. Tim bo'lsa tepada kislorod yo'q. Miya ayniydi. Odamda kichkinagina bir zarracha bo'qi mamlaqa bo'lib ketadi. Qadriyatlarda o'shaning uchun odam tayyorgarlik Everestga chiqishdan oldin odamlar yillab bir-birini har xil vaziyatlarda sinaydi. U tepaga chiqqanda kislorod bo'lmasdan miya ayniganda men bilishim kerak. Cho'qqisiga billa borishimizni. Men sal o'xshab qolsam, meni tortishi, men charchadim, ketdim, ketaveringlar. Unaqa bo'lmaydi. Bu mana bu kuchli jamoa. Futbolda ham shunaqa ziddiyat, urush bo'ladi.
gol urish masalasida so'kaman sizni, urushaman, lekin xafa bo'lmaysiz, chunki maqsad bir. Ya'ni общий yutib olish. O'yindagi vazifa uchun so'kilyapti. Son suzish bo'yicha 10 ta odam O'zbekistondan borsa, har biri chempion bo'lmoqchi. Ya'ni boshqa O'zbekiston yutqizsa men xursandman. Chunki men medal olishim kerak. Lekin terma jamoada keyin bu jamoa yig'iladi, maqsad erishgandan keyin keyingi yili boshqa bu jamoada boshqa insonlar bo'lishi mumkin. O'zbekistonda bu yili terma jamoasi bilan keyingi yili o'zgaraveradi. Trener o'zgarishi mumkin, vatan o'zgarishi mumkin, lekin g'oya, maqsad bir qanaqadir ustav bitta bo'ladi. Komanda Manchester United ketaveradi masalan, Paxtakor ketaveradi. Mana shu klub degani menimcha bu bir to'da bitta odamni bandasi, nima deydi o'sha o'zbek tilida bir kriminal bitta odamniki emas. Biror bitta nima ham emas, u yerda men prezidentman, sen meni ishchimsan, men buyuraman. Klubda liderlar yig'iladi. Liderlar ham menejer bo'lishi mumkin, lekin liderda menejerda nima farqi bor? Menejer yoki ish yurituvchi yoki boshqaruvchi men buni qilgin deydi. Lider tushuntiradi nimaga odam buni qilish kerak, ma'no beradi. Ma'noni atrofida odam ma'no bo'lsa xizmat qiladi. Bizda mesela islomda bir ma'no bormi? Biz xizmat qilamiz. Odam tariqatga kirsa ma'no bormi? Shayx piriga xizmat qiladi. Xudoga xizmat qiladi, jamiyatga va hokazo. Shuning uchun bu shunaqa bir kuchli liderlar jamoasi bu kafe shunaqa bo'lganligi uchun barqaror ishlayapti va shunaqalarni tortamiz o'zimizga. Mana shunaqa klublar paydo bo'lishini biz orzu qilamiz. Qilmoqchi bo'lganlar, bunaqa qilyapti ekan, buni tagida pul bor ekan desalaringiz, bu ma'lum buzuq niyat. Bir qadriyat bera olmaysizlar. Zo'r temani boshladingiz. Sizlarni provokatsion savol beraman. Pul muhim emas, lekin pulsiz klublar sуществовать qilmaydi. O'sha idealni chegara me'yorni ochib bering. Bepulga siz savob uchun klub qiling desa, birinchi klub ham, milliard klub ham, bu kafe klub ham bepulga sуществовать qila olmaydi. Pullar reglamenti, pullar kutubi, viznoslar nima uchun kerak? Va viznoslar bilan va viznoslarsiz klub qancha sуществовать qiladi? Pul bu tablodagi ochko-da. Bolalar biz ko'chada o'ynaymiz-ku, vaqt ketadi, o'ynaymiz, 1 soat, 2 soat ochko bu. Lekin yutqizdik, baribir o'ynaveramiz. Bu pul masalasi, bu bir skor, buni yetishdik va endi klubda mana shu muhitni yaratish uchun rasxodi bor buni, xarajati. Joy yig'ilish, qanaqadir assistent kimdir yig'adi, Telegram gruppa va hokazo. Bu rasxod pozitsiyasi. Va ikkinchi masala bu chegarani qo'yish. Chegarani qo'yish, bu degani kimdir kredit olib, nimaga bizda birinchi klubda bunaqa narsa bor? Boshqa klublarda katta bolalarga aralashib olib, borib 49% ga TBCdan kredit olib kirsa bo'ladi. To'g'rimi? Ham bor. Kirib ketadi. Mana aytaylik, qasaniki N-faktorga keldi bitta odam. Yoki milliardga yoki boshqasiga pulni to'ladi. Sizlar surishtirmaydiku, pulni qayerdan olding? Tadbirkorman deydi. Bo'lmasa kreditni ichida yotibdi. Ya, sizni klubingizga kirish uchun kredit oladigan darajada biznes emas. Yo'q, boshqalar aytishi mumkin-ku, bunaqa zo'r odamlar yig'ilyapti ekan, mana klub ochdingiz, voy, u yerda Murod Nazarov bor ekan, Hikmatullo Zafar aka ko'rinar ekan, Hasan aka, Husan akalar, Ibrohim aka ko'rinar ekan, mana shu katta bolalarni oldiga kirib olay deydi-da. O'zi Tirlanjani puli yo'q, kredit oladi, vznosni to'laydi, masalan 10 ming aytamiz yiliga. Oladi, kredit kiradi. O'shaning uchun tekshirish mexanizmi bizda birinchi, u sani оборотing qanaqa, pribiling qanaqa qaraymiz. Taxminan 1 million bo'lsa olamiz. Check-up. Check-up. Bo'lmasa, men bu sohada 20 million dollar qilaman. Lekin bizga to'g'ri kelmaysiz. Due diligence muhim. Muhim.
to'rtta kompaniyangiz bo'lsin, har birida 200 ming dollardan qancha oborot bo'lsin, nimaga? 0 odamlar bor, 1 odamlar bor. 0da nechiga ko'paytirsangiz 0 bo'ladi. 0 bo'ladi. 1da nechiga ko'paytirsangiz o'sha ko'payaveradi. Men o'ylaymanki, noshaffof ishlaydigan odamlar bu kamsitish emas. Bu scalable, ya'ni masshtablashtirish, bu odamni bir narsada berishda, hissa qo'shishda nafaqat pul bilan, o'zini tajribasi bilan. Nimani tajribasi bilan keladi? Qanaqa qilib furani Qirg'izistondan olib kelishmi? Qayerda arzonroq davlatda o'marish bilanmi? Nima bilan qiziq bo'ladi bu odam noshaffof ishlasa? Kelib, men 20 ta anaqa do'konim bor. 20 ta do'koning qanaqa? 20 ta qarindoshlarga ochib olganman, yattita. Qadriyat tomonidan bu odam 0 bizaga. 5 ta magazinni bor, o'qigan odam enasini ko'rib yotibdi shu bola. Soliqda tegida, tekshirishlar tegida, brend qilib, korzinka bo'lmoqchi. Mana shu bolani biza Zafar akaga, Alisher akaga ro'paroq qo'yib, bu tayinli savol berishi mumkin. Kategoriyaviy menejment qanaqa ishlaydi? U 20 ta yattita bor odamda na HR bor, na kategoriyaviy menejment, na assortimentное планирование, na RC skladi bor. Uni kompaniya vizit qilib, korzinkaga olib borsa ekan, bu avatar kino uchun. Keladi, misol, qaysidir xo'p bankka olib bordik, klikka olib bordik. Bu nima xona? Bu yerda HR xonasi. Nima u HR? 20 ta odam ishlayapti misol. Bu-chi, bu moliya departamenti, 15 ta odam. Bu xaromalar nima qilib o'tiribdi bu yerda? Banda bor anaqa. Отдел kadrov bitta odam. Ham o'zimni siydim. Saviya bo'lmasa 10 million dollar obroti bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Keladi, furani shax qo'yadi, konditsioner ustiga 20 dollar uradi, olib keladi. Nima bilim, nima bera olasan, nima ola olasan? Nima bu o'shaning uchun puli ko'p bo'lib, gerikda yursa ham, balkim bularda o'zini klubi bo'lishi kerak. Ichki dunyosi, bu sahiy klubi. Soqqakashlar klubi. O'tirsin, bu yerda Rolls-Royce'lar, geliklar. Demak, ularga biza qiziq emas, bizaga ular qiziq. Kirganda haligi birinchi soat kirsin, 50 minglik, keyin mana bitta anaqa Louis Vuitton sumkalar kirsin. Bularni ham klubi bo'lishi mumkin. O'zining intereslar. Lekin biz nima xohlaymiz? Har xil tabaqa, lekin qadriyat, ambitsiya, bir orzu havas bir bo'lsa, mana shu sal ko'tariladigan bolalar ko'tarilsin. Bu kafega kirganda Murod Nazarov bor edi, Murod Building yo'q edi-ku. Beseda pechenye. Murod Building keyin paydo bo'ldi. Murod Nazarov Beseda pechenye. Alisher Isayev DND kommersiya direktor edi-ku. Zafar akada 6 ta magazin bor edi. Men sapda ishlamas edim. Hozir yarim odamlarda ba'zi sap deb yozilgan. Sapda yo'q edim men o'sha yerda. To'g'rimi? Chepa Mamasaidov endi bu nomdan chiqayotgan payt edi. Hammasida hali Dekislar anaqa ofis market endi bo'lgan edi. Shu nima bilan Diyor aka bilan 2012 haqida gaplashyapmizmi? Ofis market 2000-yildan beri. Yo'q, to'g'ri, lekin ko'plar uchun Dekis 2007-yilda. Chepa Mamasaidov 2000-yilgacha. Chekimiz, ko'plarda mana shunaqa edi-da, keyin 2000-yildan keyin ofis market bo'lgan. Qolgan 2007 Dekis tug'ilgan, 2012 bu kafe ochilgan. Endi yo inson sifatida, shaxs sifatida o'sdi-ku. Aynan Dekis va ofis market haqida bo'lsa, ko'plari hozir taniqli insonlar menga qaraganda faktor yo'q edi, endi shuni aytsangiz bo'ladi. Hech kim yo'q edi o'sha. Faktor yo'q edi. Milliy marketing markazi yo'q edi. Hasan Mamasaidovlarni hech kim tanimasdi. Endi ofis market sifatida tanishardi, lekin faktor sifatida tanishmadi. Boshqacha boost bo'ldi-ku bu jamiyat. 1 + 1 11 bo'ldi. Nega? Chunki chanqoqlik, ilm, ximiya, qadriyat birga keyin mo'minga ko'zgu bo'ladi. Uyalasiz bir xil narsalarga qarab, qaysi ubuxga qilganingizdan keyin boshqalar ichkilikni tashadi. To'g'rimi? Qadriyatlari o'zgardi, chunki jamoada qolmoqchimisiz? Значит, mana shu Arsenalning futbolkasini kiyib yuring.
maska o'zgaradi va maska orqali avtomatam xarakterga ta'sir qiladi. Harakatingiz hamma yoq o'zgarishni boshlaydi. Ko'chada o'tda bo'tda ko'zgular anaqa oynalar atrofida bo'lasiz. O'zingizga teng qadrli insonlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun xatti-harakatingizni ham kuzatasiz. Mana shu boost o'zgartirish mexanizmi klub deb o'ylayman. Agarda shunaqa xolis niyat bo'lsa, siz Namanganda, Xorazmda, Termizda havas qilib boshqa muhit yaratmoqchi bo'lib, tadbirkorlarni biriktirmoqchi bo'lsalaringizgina, xo'p shu jamoa kuchli liderlar klubini yarating. Atak Qaysi holatda klublar yopilib ketdi sizni kuzatuvlaringiz bo'yicha? Ko'p ochilgan klublarni bilamiz. Lekin men ularni bilmayman. Endi bizlarning o'zimizni kuzatuvlarimiz bor. Nimagadir endi bilmayman, bir masalan deylik, Umidjon aka men bir safarlik klublar qildilar. Muhammad Ali Shonqulov ham nima klub qildilar? Patronlar klubi dedik. Yana boshqa klublar dedik, Big Data dedik, yana boshqalar dedik, nimalardir bo'ldi-ku. Nima? Yo'q. Finansiy manfaat turib bera olmadimi? Endi yana savol beramiz, bu kafe klub bilan birinchilar klubda pul muhim emas dedingiz-ku, lekin chlenskiy vznotlar muhimmi, muhim emasmi? Kerakmi, kerak emasmi? Bu kafe biznes klub bo'lsa ham baribir biz aytamiz, bu intellektual biznes klub. Qadriyatlar bo'yicha. Birinchi bu biznes klub. Masalan, bu kafega universitet rektori kelishi mumkin. Qanaqadir akademik kirib qolishi mumkin. Yoki bir coach, psixolog, sportsmen ham kirishi mumkin. Birinchi klub tadbirkorlarniki bo'lganligi uchun biza mana shu mexanizmni qo'yyapmiz. Pul bu bir cheklovdan biri. 1-2 ming emas, 5-7 ming, 10 minglik cheklov. Оборотni tekshiramiz shaffoflik bo'yicha. Va buni orqasida endi kuchli jamoa ishlaydi. 25 ta odam. Ular oylik oladi. Shuni aytaman-da. Operatsion ko'zlaringiz bor. Chunki marketing bor, production bor, promotion bor, event bor, event manager, joy tanlash, gaplashish, kutib olish, telefon qilish, Telegram gruppa yuritish, Instagram yuritish, programma tayyorlash, spikerlarni tanlab, ular bilan gaplashib olib kelish, menyularni qilish, qadriyatlarni inobatga olganda, safarlarni tashkil qilish, Telegram gruppalarda so'z va anaqa odamlarni faol qatnashish uchun tortish, personalniy menejer, har 15 ta 10 ta odamga personalniy assistent menejer bo'ladi. 50 boshiga o'xshab. Nima любой masala bo'yicha 50 ta odam bo'lsa, bu to'kilib qoladi bu odam. O'zimizda ham chet elda safarda yo aloqonga yo Ezizga bog'laninglar deymiz-ku. Operatsion masala. Da, mana safar bo'yicha mutaxassis, event bo'yicha mutaxassis, bu bo'yicha mutaxassis. Ketdi. 25 ta odamni bunga qarasangiz, bu o'zi oyiga bir 15-20 ming dollar rasxod. Yiliga 100 ming bo'ladi. Ikkigen professional biznes klub boshida bu bitkali narsa. Birinchi biznes klubini byudjeti shakllantirish uchun 500 ming dollar. Mana shu identika buni ushlab turish, keyin forum gruppa ichida biznes zavtrak, biznes nonushta, ужин, banya tashkillashtirish, mafiyani shu anaqalarni sotib olish, shu operatorlar, kim anaqa qiladigan. Keyin feedbacklarni olish, как call center 24 soat so'z. Soat 1da bizda shunaqa bor so'z gruppa, srochno dori kerak, srochno doktor kerak, srochno dokument Istanbulga, Rossiyaga, Moskvaga dokument olish kerak, qilish kerak. Srochniy masalalar bor. Mana shu yerda faol so'z gruppaga qo'yilsa, qancha odamlar realniy anaqa foyda oldi. Kimni anaqa tanishi bor, kim menga srochniy yurist kerak, advokat kerak, tanish. Mana shu uchun отдельный Telegram gruppa, eventlar uchun va hokazo. Bu hammasi katta rasxodda. Endi mana bu rasxod bo'lgandan keyin o'sha o'lim vodiysi sizlarni break-even pointinglar bor endi. Endi birinchilari keysda bo'lsa, bu kafeni keysda bo'lsa, endi bu kafeda ko'proq partizanskiy yeb ichishimizni yopsa bo'ldi. Shu. Lekin deylik, o'sha birinchilari ichida beradigan biznesingiz farqi qaysidir klublarning bir yillik biznesi
вступительlari alohida bor, 1 yillik abonentskilari bor, kelsa kelmasa u farqi yo'q, kuyadi, izgaraydi, uni problemasi. Undan tashqari depozit u yoki bu tadbirga borganda, masalan deylik, o'zimizda ham chet elga borgandagi vznosimizdan tashqari $300 depozit, ertaga divingga borsak, uyga borsak, ishlatgandan minus qilamiz. $300 bor, siz bor sizdan minus qildi. Ular bormadi, bulardan minus qilmadi. Sizlarda ham o'sha depozit tizimi yoki deylik o'sha vznos hisobidan zavtraklar tashkil qilishi yoki отдельно mana bizada nimalarga boramiz, Burchimlar rezortga borsak, o'sha yerda o'sha depozit. O'sha razviy по факту to'lanadi. Вступительный взносdan yechilmaydi. Shunga o'xshagan narsalar ajraldimi? Va mana bu yerda ham farq. Bizga biznes zavtraklar bo'ladi, biznes nonushtalar. 2 million, 1,5 million bo'ladi. Nega? Chunki ular manfaatni mana shu faqat shu tashkillashtirilgan bir joydan topadi. Bizda 2 million emas-da klubda. Mana shu ovqatni faqat puli. Chunki mana shu vznosning ichida bor, spikerni chaqirishimiz va hokazo. Shvetsskiy stol oldindan olib qo'yasiz, kelsa kelmasa o'sha to'laydi. Ikkinchi masala, yana bitta muammo O'zbekiston klublarida, biza dunyoning klublariga integrирован emasmiz. Bizda endi bu kafedagilar Angliya bilan nimalardir qildi. Ha. Lekin birinchi Yav biznes klubdan chiqqanligi uchun Alyans klubov bor dunyoda. Bor. O'tda SNG, Angliya, Amerika o'tdan klublar yig'iladi. Dubayda yig'ilardi, Qozog'istonda, Armanistonda ham Dubayga unga bunga nimalar qilish. Ha, o'shanda o'tda Oskar Hartmanlar keladi, top katta spikerlar keladi. Alyans klublar biza baribir bitta botqoqda turmasdan dunyoga chiqishimiz kerakmi? Dunyoni zabt qilishimiz kerakmi? Hamma yo'q tanish bilish orqali qilinadi. Network. Mana biz O'zbekistonda Alyans klubda kutib oldik dunyoning klublarida. Yakkasaroyda to'y qildik. Real o'zbek to'y, faqat artist kelinki yo'q. Lekin mana to'y qanaqa bo'ladimi? 50 ming xarajat taxminan. Кто платит за банкет? Biza Zachем? mehmon. Mezbonmi, mehmonmi yo chochma? Yo'q, biza mezbon bo'lib mehmonlarni taklif qildik. Ular pul to'ladi, lekin bu мероприятие bu to'lagan puliga siz to'y qilganingizda to'yoni olasiz. 50 ming rasxod qilsangiz 20 ming olasiz to'yoni, to'g'rimi? 30 ming rasxod bo'ladi. Lekin biza O'zbekistonda shunaqa ko'rsatmoqchi bo'ldik. Ya'ni qanaqa lol qoldirishingiz kerak-ku. Sobiga kimnidir uylantirib olmoqchilar-da, birodar. Keyin Yakkasaroyda to'y qildik. Mana vot pul keladi, mana osh, artist, o'sha DJ Piligrim, bizani aniga yulduzlar. Arsen bilan xotinni sahnaga ochib qo'ysangiz tayyorladi. Polni real 100% O'zbekiston to'yini qildik. Bu qanaqa bo'ladi? Biz aytamiz, mehmonlar keladi. Bizda har kuni mana shu yerda shunaqa. Ertaga kelsang, 4 ta zalda sani hech kim so'rab, kimsan, qayerdan kelding? Mana shunaqa har kuni butun O'zbekistonda mana shunaqa bo'ladi. Wow! Ertalab, to'ydan keyin mana shu aytdik. Xohlagan oshga kelsang, biz Hech kim senga. Просто kelib ketgan, mana shu yerda 2-3 ta joyda. Endi bu mana biz O'zbekistonda mana shunaqa bir yaxshi niyatda sotish masalasi. Keyin Samarqandga bordik. Samantec gilam dunyoni gilam chiqarish bo'yicha 3-o'rinda turadigan, 25 million kvadrat metr chiqaradigan polniy robotizirованный anaqa xomashyoyi ham o'zlarini gazdan chiqaradigan gilam zavodiga bordik. O'tdi ko'rishdi. Keyin Buxoroga bordik. Mana biz shunaqa qildik. Masalan, bizda 50 ming pul ketdi. Ular pul to'laydi borishiga, qatnashishiga. Lekin bunga nima? Endi biz birinchi klub Qozog'istonga bordik. Mehmonga. Ko'rdim. Bizani bitta klub birinchi kun kutib oldi. Ko'g'limizni cho'ntakka tegizmadi. Ahmed Ujin ikkinchi kuni boshqa klub o'tda yirik tadbirkorlar kutib olib, olib borib, tanishtirib, stollarda tanishib, bizanikilar o'zimizcha O'zbekistonda voy, bunaqa tadbirkor desak, Qozog'istonda VVPsi bizda 4 ming bo'lsa, o'tda 12 ming. 3 barobar. 3 barobar chek, marja hamma yo'q bizdan ko'ra. Bizim voy deb o'ylaganda ular qarasa tadbirkor o'tiribmiz, men ham shu ish bilan shug'ullanaman deydi. Faqat оборот 10x ko'p. Zavodlarga bordik, bularni tadbirkorlar bilan. Shunda bizning bitta ikkita tadbirkor shunday keldi Toshkentga, Qozog'istonda bitta ofis ochib oldi sразу. Chunki o'sha tanish bilish hammasini orttirdi.
Mana bu keyingi bosqich qanaqa O'zbekiston klublarida? Evolyutsiya. O'tirmasdan integratsiya bo'lish. Dunyoni klublari bilan. Chet elga boriladi. Plyaj o'zimizning O'zbekistondan qazi, qarti, non, qals, osh olib boriladi. yillar keladi. O'zimizni ichimizda faqat gaplashiladi. Qaytib keladi. U toqqa nima chiqdi? Nima baliga borib keldi. To'g'rimi? Faqat anaga nima edi? Fonda nima bor? Kaktus o'rniga palma. Paxtani o'rniga palma. Bo'ldi. Klub bu o'tdagi tadbirkor, o'tdagi fikrlash, o'tdagi doira, o'tdagi anaqalar, shu networking deganda dunyoga chiqish kerak-ku. Biron bitta o'zbek klubi hali chiqmagan shu birinchi klubni srazu integratsiya qilib mana Qozog'istonga bordi. Mana hozir Yaponiyaga ketyapmiz. Yaponiyadagi o'zbekona biznes klub bilan birga qilyapmiz. O'tdi o'sha 100 ta top korporatsiyalarda eng katta lavozimda ishlaydigan o'zbeklar bor. 15-20 yildan beri Yaponiyada. 100 tacha odam. O'shalar bizga programma qilib beryapti. Kaizenni o'rganamiz. O'sha yerda top korporatsiyadagi bolalar yapon menejmentni o'rgatadi. Borib bu turizm bo'lsa, xotin bola chaqasi borib o'zlaring borib kelaveringlar. Gruppani nima qiladi borib? Bilim, tajriba, dunyoqarash, nuqtai nazar o'zgartirish uchun qilinyaptimi? Mana shu g'oyada, mana bu kafe ko'plarda nuqtai nazarini to'g'ri qilib qo'ydi. Demak, bir kunda o'zgarmaydi. Yo'q, bu 10 yillik. Demak, hozirgi klublar ham o'zi uchun 1 yil, 2 yil, 3 yil, 5 yil, 10 yil evolyutsiyadan o'ta olsa, jamiyatda, millatda, biznesda va dunyodagi boshqa vatandoshlarning orasida ijobiy fikr shakllanishi uchun yaxshi bir yo'nalish. Endi siyosatda klublar to'qlik masalasida to'q odam klub qiladi. Ya'ni ochlarning klubi emas bu. Hali o'zi pul qancha me'yori bu odam och to'qligiga ta'siri yo'q-ku. Yoshligida hali o'yinchoq o'ynolmagan, hali Maslow piramidasi bo'yicha $1 million bo'lsa ham och odam bor-da. 5 ta mashina oladi, kam. Bu hali bu ochlik, bu hali o'zini psixologik, ruhiy masalalarini, nafsini masalalarini yechib bo'lmagan odam qanaqa qilib klubga boradi yana bitta mashina olish uchunmi? Shunda bu ham muqim deysizmi? 5-6 ta mashina o'zgartiradiganlarda qanaqadir travmasi bor deysizda. Конечно, u travmasi bor. Ana 5-6 ta mashinasi borligi bir ahamiyat bering. Bitta narsa. Bu kafeda 5-6 ta mashinalar emas. Puli bo'lsa ham 10 ta mashina olishga etmay bor, lekin 10 yildan beri 10 yildan 2 yildan beri shu mashinada yurganlar bor. Qadriyat boshqacha-da. Mana aytaylik, endi qadriyat Amerikada ham, Angliyada ham boshqacha, Dubayda boshqacha-da. Ya'ni odamni orzu-havas deganda. O'tiradi klubda, ne xayriya ishlar qilgani bilan planshetda maqtanadi. Men qara, men bitta Afrikaga mana bunaqa narsa qildim. Men bitta Gazada mana bunaqa qildim. Men bitta Amerikada mana kollejda yangi AI napoyani bo'lyapti ekan, yoqqa $20 million berdim deb maqtanishadi. Bosib qo'ygan mana shunaqa. Lekin bu jamiyatning qonuni Xudo tomonidan berilganda u kofir, ateist 9-yoshdan ikkalasi tushdi. Fizik qonuni bir bo'lgani bilan jamiyat qonuni ham bir xil. Xayriya qildingizmi 1 million, Xudo sizga nima yahudiymisiz, ateistmisiz 5 million beradi. Amerikada endowment fond, Harvard deymiz, buni deymiz, bu hammasi davlatning puliga qilinmagan, u hammasi xayriya pul. Odamlar o'tda 20, 30, 60, 70% pulini jamiyatga tarqatadi. Shu bilan nima topadi o'zini o'rnini. U kelib yangi bunaqa ko'rdingmi, yangi Rolls Royce oldim. Unaqa emas. Qarab bu arab bo'laymi deyshadi bu. Yahudilar so'kamiz-ku, lekin bular Xudo qonunini
Jostko ushlab turibdi. Xristianlar 10% beradi, yahudiylarda anaqasi yo'q, tepasi yo'q. Tashiyver. Ahil. Davay deydi. Yarim pulni beryapti. Lekin kamaymayapti-ku. Kelayotgan. Nimaga? Ha, Xudoning qonuni bir xil hammaga. Ihson deganda bu faqat musulmonlar uchun ishlaydi. Nima? Ateist ihson bo'lsa nimasi yo'qmi? Berilmaydimi? Bir xil qonun. Ular balkim shu narsani bizada Harun ar-Rashid paytdan o'rganib olgandir. Mexanika, metodni olib, tahorat qilishni oldi, universitet qurish oldi, madrasalardan disputni olishdi, kitob chiqazishdi. Hammasini shu Andalusiyadan, Kardovskiy xalifatdan, Fotimidlardan har bir Yevropani olami arab tilini shart bilish kerak. Chunki hamma bilim o'tdi edi. Keyin oldi, bu yerda biz yo'qotdik, bular keyin klub hammasini qilib ketdi. Bizda ham klub emasmidi? O'sha usta shogird aytganda, har bir yirik savdogar, tadbirkor, bir xalifa bo'lsin, ustozi bor edi. Amir Temur kallasini, ustozini. U nima, qayoqqa? Tariqatlar, bular klub-ku. O'tirishadi, faqat kalyanni o'rniga, sigarani o'rniga zikr qilib o'tirishadi. O'tda shunaqa Turkiyada hali ham nimalar bo'lardi? Gastavoy uylar. Tariqatga kirgan odam o'sha yerda bepul yashashi mumkin, ovqat, hamma narsa bor. O'sha xirqa deyiladi, по-моему. Juda ko'p Turkiyada tariqatlarda uylari bor. Siz palonchi tariqatda bo'lsangiz, dunyoda kirasiz, kodoviy slovani aytasiz. Bo'ldi, sizga mana yashash, завтрак, обед, ужин, ozgina pul ketdi dальше. Promokodi bor. Dunyo bo'yicha shunaqa Naqshbandiya klubi bor. Endi shunaqa bir-biriga turib beradigan klublar bor edi. Klublarni sen global versiyasi haqida gapirish. Endi klublarga siyosati ta'siri. Yangi O'zbekiston va eski O'zbekiston davrida klublar evolyutsiyasiga hali pestlar bo'yicha politikani o'rni. Esda biz qo'rqardik. Palataga, partiyaga, hokimiyatga bu narsa qilmaylik-ki, bizani akramiylarga o'xshab tiqib qo'yishmasin degan qo'rquv bormidi? Bor edi, albatta. Bugun siyosatda klublar evolyutsiyasiga ijobiy yoki salbiy jihatlar ta'sirlanadi. Muhtaram prezidentimiz siyosatda qanaqa? Yangi qahramonlar bu tadbirkorlar. Shuning uchun tadbirkorlarga medallar berilyapti. Shuhrat va boshqa medallar. Faol tadbirkorlar ish joyi yaratadi. Tadbirkorlar jamiyatda olg'a suradi. Biz qo'limizdagi telefon, kostyum shim, ochki hamma yo'q tadbirkorlarning ishi. Shuning uchun bularni qo'llab-quvvatlash uchun davlatda ham klubi bor. Savdo sanoat palatasi. Davron aka Vahobov. Mana tadbirkor keldi shu klubga, aytaylik. Qancha ijobiy, yaxshi ishlar qilindi. To'g'rimi? Borib shu chet ellarda ochdi, chet el davlatlarda, arab davlatlari yon bu yerda qancha tadbirkorlar bilan yig'ilib, dardlarini eshitib, qonunga nima kiritish va prezidentga yetkazib borish bizning dardlarimizni. Mana bu faol davlat atrofida klub. Ikkinchi, mana hozir yana bir uyushma qilishda Zafar aka uni boshqaryapti. Shu savdo masalasi bo'yicha va xizmat ko'rsatish bo'yicha qanaqadir yana bir savdo servis assotsiatsiyasi. Ya'ni prezident o'zi shuni qo'llab-quvvatlayapti. Shuning uchun xavf yo'q, faqat klublar rivojlanaversin, aytganimdek har xil klublar bo'laversin. Ya'ni gelik bilan anaqa maqtanadigan klublar bo'lishi kerak. Chunki bu orzu havas. Buni qondirmaguncha odam keyingi tabaqaga o'ta olmaydi. Yangi mashina nima uchun olinadi? Buni ko'rsatish uchun-da, garajda bekitib qo'yish uchun. Hamma ko'rsatib bo'ldingiz, bu Nexia'ga aylanib qoladi, ko'rsatib bo'lganingizdan keyin. Bu tabaqadan o'tib olish kerak odamlar. Обязательно bundan to'yish kerak-da.
yoshligida hali to'ymagan bo'lsa, chanqoq qoldirish kerak. ha, mammani dakansa emmagan, hali anaqa hali ham emib olish kerak dakansa. Men zo'rman degan narsa, odamlar bilib qo'ysin degan narsa. Ha. E'tirofda, короче. Nima uchun bo'lmasa Собственный olinadi? значимость bizdan. Bu Shu bo'shlig'ini to'ldirish. nafsni ham shu 7 ta anaqasi bor-da, stadiyasi, darajasi. Bu darajadan o'tib olish kerak. Обязательно. Shuning uchun ham klublar paydo bo'lishi kerak. Sразу aytib qo'yaman, klub bu birinchi emas. Boshqa klublarga borib olib olishadi. hozir mana как раз mana shu bizlarni eshitayotganlar kimdir ilhomlanib men ham klub ochaman deb anaqa qilib qolsa-da, как раз boya Hasan akam aytganlaridek yopilib ketgan klublar bor. O'sha klublarda asosiy qiymat sizni fikringizcha nima beradi? O'sha klubdagi misol uchun programmalarmi yoki ichidagi rezidentlarmi? Misol uchun zo'r klub qilish mumkin-da, zo'r programmalar qilish mumkin. Misol uchun safarlar bilan, anaqalar bilan borib kitoblar o'qiydigan, buni qilsa-da, lekin uni klubga puli bor, lekin introvert odamlar kirib qolsa, misol uchun. Introvert odam klubga kirsa foydasi bo'lmaydi. Klub ketyapman, klub bu bir narsa olmoqchiman. Lekin siz bera olsangiz, sizni jamiyat qonuni-ku qabul qilishadi. Lekin faqat pulini olib, introvertlarni yig'ib olib, ular faqat eshitib o'tirgan kelsa, bu ham bu biznes. G'oya yaxshi. Zo'r programma qilinglar-da, introvertlar, har xil odamlar kelsin. Lekin kelib nima berasizlar? Programma deganda kim? Bir marta Hasan akani chaqirdingiz. Kun Lazigani chaqirdingiz, Alisher Saib chaqirdingiz. Bular уже realni uzoqqa bormaydi. to'ygan odamlar. Muhammad Zerikdi. Qani yangi qahramonlar. Bu kafeni bir barakasi yaxshi tomoni o'sha yerda zamon qahramonlar yaratildi-ku. O'sha yerda ko'rib sig'masdan chiqib, infaktor YouTube orqali necha million yosh tadbirkorlarni tarbiyaladi. Biz bu kafechilar Hasan aka ketdi, chiqamiz podkastga. Soatiga $1000 berasiz, nima manfaat olyapsiz, bizning do'lamiz qani degan bitta savol tug'ilgani yo'q-ku. Hammasi chiqib, necha marta kerak bo'lsa biz chiqib beramiz. Qaranglar, bu to'g'ri qadriyat, to'g'ri maqsad, niyat va hokazo. Endi aytman, boshida nima uchun qilyapsiz bu? Biznes qilmoqchi bo'lsangiz, ChatGPTni oling-da, ayting, men biznes qilmoqchiman. Pul qilmoqchiman. Где деньги? Da, sformuluy menga anaqa Kazdev uchun savollar, qanaqa tadbirkorlarga qanaqa mesaj qilaydi, yig'ib, xo'p, nima berasizlar? U yerga. Hozir mana tekshirishlar ham yaxshi tekshirsa bo'ladi. Mana yangi qanaqadir klub chiqibdi, u yerda Yaqindagi keyslarni ham ayting mana shularni. Ne tekshirsak, u yerda asoschilarda yoki xodimlarda uголовный delalar bosilib yotibdi. Ha, uzr. Bizani birinchi sразу anaqa due diligence reaksiyalar tekshirdi, qizil svetda yo'q. Bizon Hasan aka Akunamatadi. Tekshirmasdan kirib qoldi. Men gitarama yaxshilikka yo'ydim. Ha, endi hali jurnal nishot ответственность за достоверность рекламы deydi. Men speaker sifatida uni asoschisini mashinaligiga mas'uliyatim boshqa olmayman, lekin o'sha yerda 50 tami, 100 tami odamga bilim tarqatganim uchun bordim. Niyatingizga. Lekin ularni niyati buzuq bo'lsa uzoqqa bormaydi. Uzoqqa bormaydi. Uzoqqa bormaydi. Siz bir oydan keyin chiqqandan keyin balki o'sha hali yo yaxshi bo'ladi, yaxshilikka bo'ladi. Signal keldiki, Hasan akam mana bu klubda speaker sifatida boribdilar. O'zinglar uchun signal. Yaxshi bo'ldi. Shuning uchun klubda qilayotganda oliy maqsad, missiya, vision, niyat, qadriyat juda ham muhim. Bunaqa ketadimi shu? Missiya, videniya, strategiya, qadriyatlar mana shu yerda tabaqama-tabaqa qo'yilgan masalamizda. Vision, values. O'shanda mana shunga keyin klubga pashshalar keladi, yo asalarilar keladi. Gon tarqatsangiz sizga определённый keladi. Gul tarqatsangiz asalarilar keladi. Shu orasiga xuddi bir
bir biznes sentr yoki торговый sentr qurganimizda yakirniy brendlarni qo'yamiz-ku boshida, чтобы boshqa brendlar, yaxshi brendlar kelsin. A to faqat hech kim taniydigan brendlar qo'yib qo'ysangiz, yurishi под вопросом-da unaqa торговый sentr. Xuddi shunaqa bularga как подсказка sifatida bizlarni ko'rib turib, klub ochmoqchi bo'lgan, bir ilhomlanib ketgan odamlarga shunaqa qanaqadir yakirniy rezidentlarni ham qo'yish anaqa fikrga qanaqa qaraysiz? Rezidentlar ham emas deylik, kuchli lider yetukchi insonlar. Bu muhim. Odam ham tanilmasa, bizda palonchi rezident. Okey, значит, katta aytaylik, bitta brendi bor kompaniya asoschisi keldi. Bu значит, qolganlari buni talash kerak endi. Bitta manfaat olish kerak. Menda otel, bittasi keldi un distribyutori. Nima mani o'qiyman, palonchi eng katta distribyutor texnika bo'yicha, un bo'yicha anaqa Kanstik asoschisi. Yana ofis market. Men otellar turizm manda sohasi. Bir tinga qilmadim shu 3 ta odam. Chunki men tushunmayapman, ya'ni manfaat tomonidan nima. Demak, kelayotgan rezident spikerni sotib oladimi? Sizga o'xshagan Lazzat Xavf degan Face kompaniyani klub asoschisini sotib oladimi? Kelganimda Lazzat akamga o'xshagan, Aziz akamga o'xshagan, Sarvar akamga o'xshagan klubda mana bu odamlar borligi unga qadrlimi yo klubning kulturniy kodi DNKsi qadrlimi? Bu birga-ku bu. Mana shu odamlar shu kodni tashkil qiladi-da. Kod alohida, lekin kod juda muhim, chunki bu odam almashadi-ku. Mana aytdim, 400 lik klublar qanaqa 400 odam yashamaydi-ku. Necha 10 anaqa pokoleniya almashgan. Lekin bu klub o'zini missiyasini yoki qanaqadir anaqasini ushlab turibdi. Core values. Asosiy qadriyatlarini ushlab turadi. Shuni ushlab turganligi uchun shunga mos odamlar keladi. Savol beramiz. Endi yana Aziz aka savolingizni sizga ham beray. Hatto men hozir ko'rsatuv tugab qoladi. Sizga bitta biz nima qildi bu odam demaylar. Impactor loyihasini klubini partnyori va CEO loyihamiz rahbari Aziz aka ham. Hozir endi diplomatiya qilib ustozlar gapirganimizni endi kutib turibmiz, qo'shilmasdan. O'zi savol etdingiz-ku siz mana, ya'ni o'sha paytda bu klub yangi qahramonlarni kashf qildi deb. Hozirgi mana klublarda rezidentlar bor. Mana shu klublarni egalari yoki o'sha shu rahbarlari nimaga e'tibor berish kerak o'zini klubidan mana shunaqa yangi yulduzlarni chiqarish uchun? Odamlarni faol qatnashuvchi sifatida chiqarish kerak-da. Mana odamlar anketasini qaraymiz. Tadbirkor Ironman. Mana shu muhim. Nima biznes shug'ullanyapti, nima brend ikkilamchi bo'lib qolyapti. Ironman sog'liq masalasi bo'yicha motivator bo'lishi mumkin, ichki health club, ya'ni sog'liq klubini bu lideri bo'ladi. Xo'p. Bu-chi golf jinnisi. Zo'r. Bu-chi sauna jinnisi. Ya'ni klubni qadriyati bu insonlar. Uni tashkil qilgan bizneslar emas. Odam bugun bitta biznes, ertaga charchadim deydi, tashlab olib boshqa biznes qiladi. Tadbirkor shunaqa. Distributsiyadan restoran biznesi ochishi mumkin, otel hamma tashlab olib investor bo'lib qolishi mumkin. Bittasi keldi, aytaylik, tadbirkor zo'r moliya uni kuchli tomoni. Investitsiya jalb qilish. Va Investport klub. Insonlarga ahamiyat beringlar, biznesiga emas. Biznes ketadi keladi. Mavzu va maqsad birlashtirar ekan. Men oldin sapidim, men sap desa allergiyam bor-da men. Hozir. 4 yil men ketdim, men anaqa qizig'i yo'q. Inson sifatida boshqa tomonlarim bordir. Kontaktda hali ham shunaqa yozib qo'yma, o'chirib tashlab. Yo'q, hammada shunaqa. Shuning uchun odamsiz. Undan oldin top kontaktida, call centerida yozilgan odamlar. Terasov, har xil. Xo'p, ya'ni qarang, o'zgaryapti-ku. Lekin laziz o'sha qoldi-ku 15 yil oldin. To'g'rimi? O'sha tili chuchuq hali ham bola, to'g'rimi? Dyuk. Mana shu inson klub
brendlar assotsiatsiya bo'lmaganligi uchun, uyushma bo'lmaganligi uchun insonni ichiga qarash kerak. Har bir insonni ichida bir javhar borki, u balkim hali anigi nima deydi, uni buni arsiz ichidan Murod Building chiqadi. Ichidan Hikmat Abdurahmonov bir O'zbek-Kitayskiy торговый dom bordi. Hozir esimizda ham yo'q. Hozir Tim universitet. Mana san'atkorlarning ichida ham faqat u Yalla yoki G'ulomjon Yoqublarning davrida qolib ketmadi. Har pokolenda o'zining Yulduz Usmonovalar chiqdi, o'zining Imronlari chiqyapti, o'zining Ozodbeklari chiqyapti. Hozirgi pokolenda ham o'zining Lazzat G'arib, Murod Nazarlar borda ichimizda. Bizdan zo'r talantli. Artib, nima qiladi buni? Mana shu jamoa chiqib qolsa, odam qalb sokinligi va xotirjamlik topadigan joy bo'lsa, o'tirib, bu muammo emas ekan, sizning muammongizni eshityapman-da, deyman. Meniki tufti ekan. Qanday chiqib ketdingiz aka? Mana bunaqa qilish kerak. Tadbirkorda 72% dunyoda tadbirkor muammosi bu yolg'izlik. Amerikada klub anonimlik alkogollik ko'rasizlar, kinolarda o'tiradi 12 ta odam. Hozir ham o'sha klub anonimlik alkogollikov. U ham klub. Nega? Alkogolikni cherkovga borsa o'sha yerda faqat tanbeh eshitadi. Uyda faqat o'tdam ozor. U nimaga alkogolik bo'ldi? Uni faqat последствияni uni faqat chopadi, urishadi. Buni faqat boshqa alkogolik tushunadi. Boshqa odam tushunmaydi. Na do'sti, na oilasi, na ishxonasi. Lekin u chiqib ketmoqchi bu yerdan. Mana shu yerda bu jamoaga yig'iladi, chiqib ketganlar bor. Bular mana shu klubda boshqaradi. Men chiqib ketganman. Dardlash deydi. Siz muammongizni eshitaman, shuni deb isharamanmi deyman. Tadbirkor ham bunga qarasangiz, o'tirgan kursini 3 ta noshkasi bor. Biznes bu bittasi. Ikkinchisi muhim oila, uchinchisi shaxsiy, ruhiy, jismoniy o'zini rivojlanishi, shaxsiy mana. Личный, семейный biznes. Negadir tadbirkor xo'p, endi boshida shu aytgan gapim. Biror bitta muammosi chiqib qolsa, oilasi bilan gaplashadimi? Dardlashadimi? Yo'q, onasiga aytsa, bekor siqiladi. Ayolga ham aytolmaydi, bolalarga ham aytolmaydi. Хорошо. Qayerga borsin? Sinfdoshlar bilan o'tirib qol choyxonada. Tushunishmaydi. Tadbirkor chunki jinnida. Normalniy odam soat 9 ga ishga borib, 6 da uyga qaytadi. Riskovat qilmaydi. Top menejer bo'ladi, direktor bo'ladi. Jinni bormi? Jonini, reputatsiyasini tikib, qarz olib, hammaga to'lash kerak, oxir tushib qolsa o'ziga. Xo'p, do'stlari tushunmaydi, oilasi tushunmaydi. Kelib xodimlar bilan dardlashsinmi? Taqlatib kelyapti. Panika boshlanadi. Bitta joyda muammo, oilaviy muammoni ishxonada dardlasha olmaydi, ishxonasining muammosini oilada qila olmaydi, do'sti bilan anaqa ular uni tushunmaydi. Ishonch muhit qayerda dardlashsammikan? Meni tushunadigan. Qani shu doira, shunaqa dunyoda 72%, men O'zbekistonda aytmayapman. Asosiy psixologlar ichini qarasa, yolg'izlik. Yolg'izlik deganda assotsiatsiya hammasi bor, choyxona ham bor. Do'stlarni choyxonada. Lekin o'tiradi. Muammo. Biznesda zo'r, oilada muammo. Yoki bolasida muammo. Kim bilan gaplasha olsin? Qani bu muhitga borsinki, endi jo'ski, gap tarqalmaydi. Qaysi muhit? Mana shuning uchun dunyoning klublarida forum gruppa degan bitta o'zbek klubda shunaqa narsa yo'q. Forum gruppa 8 ta odam yig'iladi. Bu klubda masalan 80 ta odam bo'lsa, 10 ta forum gruppa. Konkurent bo'lish kerak emas. Ikkita stроитель, ikkita anaqa oziq-ovqat sotadigan emas. Har xil industriya, оборот примерно bir xil, tajriba bir xil, dunyo qarash примерно bir xil. 8 ta odam shunaqa anketa orqali, sun'iy intellekt orqali bunaqa yig'iladi.
жесткий NDA, ya'ni bu yerda 8 ta odam yig'iladi. Telefonlar qoldiriladi tashqarida. Shunday kiriladi. Mana shunday qog'ozda ketadi. Lichniy, semeyniy ketdi. Bu hafta anaqa oyda nima bo'ldi? Plus minus. Shaxsiy muammolar, yutuqlar. Oilada muammo, yutuq. Biznesda muammolar minus plus yutuq. Bal qo'yib qo'yamiz. Muhimligi xulosa timer жесткий ketdim. Anaqa 1 minut. 1 minut hammasi gapirib oldi. U yerda tanbeh qilish, otsenka berish mumkin emas. Hammasi eshitdi. Doskaga chiqildi, tiq yozildi. Sizning muammongiz nima? Shaxsiy yoki oilaviy yoki boshida faqat odamlar biznes haqida gapiradi. Chunki hali ishonch yo'q. Oila, lichniy unaqa narsa qilinmaydi. 3-6 oydan keyin radnoylashib qoladi. Faqat biznes umuman gaplashilmaydi. O'sha ikkilamchi narsa ekan. Shaxsiy anaqa men ozolmayapman, men anaqa qila olmayapman, dieta qila olmayapman. Oramizda bitta anaqa bor, ketdi bunaqa ertalab olib ketishadi, sport zalga bunaqa qiladi. Bugun nimani muhokama qilamiz? Bugun Sarvar akani ana mana muammosini hal qilamiz. Nimaga men bu голосование berdim? Menga bu haqida aytadigan gapim bor. Men bundan o'tganman, aka 5 yil oldin. Mastermindlar. Dedim, mastermindga o'xshagan forum gruppa. Mana shunaqa ikkita odamni muhokama qilinadi. Keyin nima olib ketdim? Sizdan bugun Hasan akadan men buni oldim. Keyin xo'p, nima qilaman? Zimma o'zimga oldim mas'uliyat. Buni qilaman. Xo'p, qilmasanchi? $1000 qo'ydim. Misol. Bu gruppada qatnashmaslik iloji yo'q. Zoom bo'lsa ham qatnashasiz. Endi rasmiy shunaqa qilinadi. Kech qolish narsa yo'q, xona yopiladi, hech kim kirmaydi. Har 2 soatdan keyin 15 minutga to'lka chiqib kelsa bo'ladi. O'sha telefonni tekshirib. Mana shu 6 oydan keyin shunaqa 40 yillik forum gruppalar bor Amerikada. Shu YPOdan olingan. Lekin bu psixologlar tomonidan, coachlar tomonidan chiqarilgan bu ichida nimalar bor? Kartochka, metod, soat, savollar, o'yindaqa narsa. Bular hali bizga kirib kelmadi. Yo'q, mana birinchida bu hozir biz buni ko'chirib, YART ya'ni Alyans klublaridan global global adaptatsiya qilasiz. Adaptatsiya qilyapmiz. Chunki bu eng muhim narsa klubdagi. Demak, ledakol vazifasini bajaryapsizlar yangiliklarning yangi fazalarini kashf. Buni copy paste qilib bo'lmaydi. Chunki buni bu sertifitsirованный narsa. Mana hozir men nimaga ketyapmiz, chet el safariga. Mana shu maxfiy forum, bu forum gruppani kim o'tda borligi, nima muhokama qilyapti? Na ayolingiz, na onangiz, na do'st hech kim bilish mumkin emas. Chunki bitta odam gapirib oldi, bizani ayollarimiz ertaga tanish bo'lib qolishi mumkin. Uyga kelib bilasanmi? Bunaqa muammo ekan mana bitta voy. Desiz, bu nahotki, alo militsiya bo'lib turadi. Keyin qayta to'yda o'tdik, uchrashib olgandan keyin bitta saylab qo'yadi, bo'ldi, uxladi haligi muhit. O'shanga maxfiy mana shu. O'shanda odamni jinnidagi hech kimdan gapirishmaydigan narsalar sekin chiqadi. Sразу emas, 5-6 oy ichida gapirib oldingiz, eshitib oldingiz, 2 kilo narsa ketdi-da. Musorlar. Ha. Mana biz bu kafeda 12 yil ichida mana shunaqa bir muhit yaratildik. Sekin bir ishonch muhiti bo'ldi. Endi bu qolganlarchi, qolgan tadbirkorlarning ruhiy, psixologik gruz juda ham katta. Naskолько bu success story O'zbekistonda sushi madaniyatiga o'xshab, kofe madaniyatiga o'xshab, kafeinalarga o'xshab ko'payish potensiali bor yoki bu cheklanganmi bu endi? Bilmaymiz, lekin o'rislar madaniyati juda ham anaqa egoistik yopiqda. Ularda ishlab ketdik-ku. Lekin ishonch masalasi bo'yicha baribir biz ichimizda ko'p narsa aytilmaydi. Ko'ramiz, biz ham mana forum gruppa ruscha qani qilib qo'yaylikchi o'zbekona. Qani ochiladimikan odam? Chunki siz gapirdingiz, hech kim gapirmadi, bo'lmaydi deb mana shuni biz qilib qo'yaylik. Hozir adaptatsiya nima bo'lar ekan mana shu forum gruppa? Men uchun meni ozishimga, masalan,
diyetga ushlashimga, sportga borib o'zimni ushlab olishimga shu zo'r o'xshaydi yoshlikda bolalar bir-birini sotmaslik uchun sigaret olib hammasi chekardi. Shunda hech kim bir-birini sota olmasdi. shunaqa. Shunaqa qilar ekanda. Hammasi ishtonni yechkinki. Biz tabiatda Sen ishtonni yechdingda yolmaysan, sen ham yechgansan. No, qarang. Mana shuni muhitda odam kirib qolmasa, ishonch muhitiga davrni eta olmaydigan. Bu puli ko'paysa Hali hammasini qo'li qon deydi-yu. kasallikka olib keladi, to'g'rimi? Ruhiy muammolarga olib keladi va hokazo. Ya'ni strategik katta masalalarda biznesda ishlash uchun mana yakir arqonlarda uzib olib tashlash kerak. Bu ushlab turadigan narsalar. Bu qo'rquvlar, uxlamaslik, kortizol, adrenalin va hokazo bu hammasi biznesga taalluqi bor. Ko'p oylarda biznes. Biznes zo'r, oilada muammo, baxtsiz inson. O'tiradi, keyin sinfdoshiga haligi shofyor avtobusni haydaydiganga anaqa dardini havas qilib o'tiradi. Muammosi yo'q-ku. Yo'q, bunaqa emas-da. Yo'q, aytaylik, mana Covid bo'ldi, boshqa narsa bo'ldi. Qancha odamlar o'ziga qaramagan, sog'ligiga qaramaganda qancha boylar o'lib ketdi, yonib ketdi, to'g'rimi? Mana bunaqasiga. Anaqa pelatsenka deydi-ku, Prioritet. Sekin mana 40 dan keyin masala energiya. Faqat quvvat. Quvvat qayerdan toping? Bittasida $20 million, quvvat 0 batareyka. Bittasida $1 million, 200% batareyka. Qaysi tog'dan kelyapti, Everestdan kelyapti, divingdan kelyapti, butdan kelyapti. Qarayma, bunda vaqt bor, zavq bor, oshiq, ishq, shijoat. Men anaqada ishxonadan chiqa olmayapman. Garajga kelaman, 4 ta mashina bor. Kimga havas qiladi? Bizni kimga havas qilamiz? Ya'ni bu masalalarni yechib olib, mana dunyoni qalb o'ziga olib katta qirralarda o'shanda zavq qiladi-ku. U dunyoni milliard abort qiladiganlarda 48 soat emas-ku. Ularda ham 24, ular ham uxlaydi, golf o'ynaydi, mafiya o'ynaydi, oilasi bilan o'tiradi. No, kompaniyani kapitalizatsiyasi $2 trillion. Chunki u 6 ta odam boshqaradi, 60 ta emas. Bu 6 ta odam. 60 ta odam boshqaradi, bu 60 ta. 600 tani boshqaradi, bu 600 ta, 6000 tani boshqaradi. Shunda muhitda etish kerak-ku. Mana shu klubda ko'raman, kak deyman. O'tirib gaplashamiz. Chunki bu qanaqadir ko'voy chiqib olgan infatsigan emas. Bu menga o'xshagan tadbirkor. Shu jarayonni muammosini aytib beryapti, men unga muammosini aytib beryapman. Hammamiz eshitib hal qilyapmiz. Klub mana shu. Birga o'sish. Yana ketdik. Missiya, qadriyat va hokazolar hammasida bitta salat bilan shu buluda. Azizlar, mavzu katta. O'shaning uchun biz prezident loyihasi doirasida har bir klubga asoschisini ichki dunyosini ochishni niyat qildik. Klublar madaniyati, networking madaniyati bu jamiyat uchun, millat uchun, vatanimiz uchun, tijorat, biznes, ekosistema uchun qanaqa ijobiy jihatlari bor? Biz o'zimiz uchun bu platforma, bu plashatka, bu loyiha, bu ko'rsatuv, bu dasturda shu klublar mavzusi haqida gaplashamiz. Unda klublar asoschilari, klublar CEOlari, klublar rezidentlari va klublarni tadbirkorlarga, shaxsiyatiga, tijoratiga, hayotiga, oilasiga ijobiy jihatlarni ochamiz. Siz ham o'smoqchi bo'lsangiz, rivojlanmoqchi bo'lsangiz, prezident loyihasini kuzating. Qaysi klubni tanlashingizdan qat'iy nazar, har bir restoranning o'zini muxlisi bor, har bir sport zalda o'zini muxlisi bor. O'zingizga, qalbingizga yaqin bo'lgan insonlarni kashf qilasiz degan umiddamiz. Bugungi mavzu menimcha ko'p oldingi qaysidir joylarda bir ko'tarilgan, lekin kam ko'tarilgan mavzulardandir. Qanchalik aktual va qanchalik bugungi mavzusiga manzur keldi, ko'nglingiz to'ldi va to'lmadi. Menimcha asosiy klublar qilish kerak. Bozor yanchib, kuchli
va shu barqarorlikni o'zi qoldiradi. Bu uchun konkurent muhim kerak. Shu asosan klubga kirmoqchi bo'lganlar ham ahamiyat beringlar, qadriyat, missiya, nima men bera olaman, nima men bera olaman degan niyat bilan klubga boringlar. Nima men qoyillatib, nima tajribami, nimani men klub orqali jamiyatga tarqata olaman. Shunda sizlar ko'proq o'tdan manfaat olasizlar. Ajoyib. Sarvar aka bugungi suhbatdan ko'ngil to'ldi. Mazza qildim. O'z Razzak aka bilan gaplashsak har doim mazza qilamiz. Yakuniy tilaklar, fikrlar. Shu har doimgidek yana bir bor amin bo'lamiz, shu klublarga qo'shilish kerak, qo'shilmay uyalib qo'rqib yurganlar, qo'rquvlarni chetga surib, qo'shilib qaysi klubga farqi yo'q, qayergadir qo'shilsa, shu jamiyatimizga bir foydasini keltirsa, hammamiz birga rivojlanamizda shunda. Klubni bor yaxshi. E'zoz aka. Bular bu transformatsiya maydoni bo'lib turib, unga kelayotgan rezidentlar ham faqatgina shu tadbirga kelib ketish emas, bular aytganlaridek, shu nima bera olaman, o'zimdagi nimani ulasha olaman, stolga nima qo'ya olaman degan niyatda kelishsa, menimcha ancha kontent masalasi ham hal bo'lib qoladi klublarning ichida. Azizlar, bizda har bir odam o'zining ichki dunyosi, o'zini bo'li, o'zini umidi, o'zini qadriyatlari, maqsadlari, manfaatlari turlari haqida gaplashamiz. Albatta bugun siz qaysidir savolga javob topdingiz. Bugungi suhbatda qaysi jihatdan ko'nglingiz to'ldi yoki o'zingizni klubdagi do'stlaringizga, rezidentlaringizga lazzakami klublar haqidagi fikrlari menimcha qadrli bo'ladi. Agar siz qaysidir klub prezidenti bo'lsangiz, albatta ularga ham ulashib qo'ying. Chunki holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Rezident loyihasida esa networking va klublar evolyutsiyasi, klublar rivoji, klublar salohiyati, klublar qadriyatlari haqida biz mavzularni yoritamiz. Biz O'zbekistonda bilgan va bilmagan klublar ko'p. Yana qaysi klublarning asoschilari, qaysi klublarning vakillari bilan suhbat qilishimizni tavsiya qilasiz? Albatta izohlarda yozib qoldiring. Klublar haqidagi qaysi savollarni berishimiz kerak? Qaysi savollarni berdik yoki bermadik, ular haqida ham fikringizni yozib qoldiringlar. YouTube'ga yoqadigan 4 ta omil bor. Shuncha jon kuydirdik. San'atkorga ham qistir yoqqandek, YouTube'ga like, dislike, kommentariy, podelиться, подписаться va kolokolchik yoqadi. Shu harakatlarni qilib qo'ysangiz, bizning loyihamiz rivojiga, YouTube algoritmiga ijobiy hissa qo'shgan bo'lasiz. Bu sizga hech qanaqa salbiy spamga yoki boshqa hayotingizga salbiy ta'sir qilmaydi. O'ylaymanki, bu orqali biz jamiyatni siz bilan bir qatorda yangi pog'onasiga chiqishiga sababchi bo'lamiz. Bizga yurtda tinchlik bo'lib, do'stlar salomat bo'lsin. Sizlarga salomat bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Yaxshi bo'ldi.